Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli chorvachilikka qiziquvchi akalar, ukalar, opalar, singillar, kanalimiz kuzatuvchilari, salomatmisizlar? Ba'zi bir sabablarga ko'ra videolarimiz chiqmay qoldi. Inshaalloh bundan buyog'iga yana ham harakat qilamiz sizlarga yangi videolarni joylab borishga. Bugun 25-iyun sanasi, hafta kuniga chorshanba. Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanidagi Shakarqamish mol va qo'y bozoridan qisqacha imkon darajasida video qilishga harakat qildim. Narxlar to'g'risida ko'rasiz. Bugungi videoda ko'proq kichkina buzoqlarni olishga harakat qildim. Bir ikkita obunachilarimiz so'raganligi bois. Alloh hammani uyiga, chorvasiga baraka bersin. Sizlarga maroqli prosmotr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qozoq borodam bolalar ikki juftiga 45 million so'rayapti, gaz bermay turibdi. Angliyasi narxi 24 milliongacha. 24 millionga savdo bo'libdi, bermabdi. Juftiga 52 milliongacha savdo bo'libdi, gaz bermay turibdi. Million 200 gacha savdo bo'libdi. Yaxshi buzoq. Buzoqchani 25 millionga bermay turibdi. 10 millionga bittasi 98 ga olinibdi. 10 million baho qo'yapti, 9 million 600 gacha savdo bo'lyapti. Birinchisi 9 million 600 gacha savdo bo'libdi, bunisi 8 million 8,5 gacha. Juftiga 20 million baho qo'yapti bu. Buna buzoqchilik juftiga 20 million baho qo'yapti. Bu buzoqlar narxi kattasini 9,5, maydasini 8,5 gacha savdo bo'lgan. Bittasi 12,5 milliongacha, unisi 10 milliongacha savdo bo'ldi. 9 millionga savdo bo'lyapti, egasi bermay turibdi. Buzog'imiz 10 million 200 gacha savdo bo'libdi, egasi bermay turibdi. Tanan zo'rlardan 12 milliondan so'rayapti ekan, egasi bermay turibdi. Bolasiga 13 million baho qo'yapti, unisiga 11,5. To'rasiga. To'ralar chiroyli zo'r ekan. 14 million 800 ga savdo bo'lyapti, bermay turibdi. 13 million 200 ga savdo bo'lyapti. Egasi bermay turibdi. Tona zo'r ekan. Bunovasha 13 million 200 gacha savdo bo'lgan. Egasi bermay turibdi. Juftiga 25 million baho qo'yyapti. Savdosi 13,5 ga borib qoldi, egasi bermay turibdi. Bu buzoqchani ham narxi 13,5 millionga borib qoldi, egasi bermay turibdi. Shunovachani 15,5 milliongacha savdo bo'lyapti, egasi bermay turibdi. Egasi bo'lsa 16 million bo'lsa beraveraman deb turibdi. 15,5 millionga bermay turibdi shunovachani. Ovoz zo'r. 15,5 ga bermay turibdi. Buzoqchani 13 million 600 gacha savdo qilyapti, bermay turibdi. 13,5 gacha. 13 million 600 bo'lsa olib ketsin.